Mamlakatimizda giyohvandlikning oldini olish, uni tarqatishga qarshi kurashish yuzasidan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan chetdan olib kirilayotgan giyohvand moddalarga qarshi samarali kurash olib borilayotgani natijasida ko'plab noqonuniy harakatlar fosh etilmoqda. Bunday jinoiy urinishlar o'z yurtimiz, mahallamizda amalga oshirilayotgani achinarli. Jinoyat sodir etilayotgan joy shunchaki makon emas, balki kelajakni zaharlashga qaratilgan manzilga aylanmoqda. Buxoroda ota va o'g'il tomonidan o'z xonadonida giyohvand moddalarni yetishtirish va saqlash holati aniqlandi. Bu faqat qonun buzilishi emas, balki insoniylik, ota-bola munosabati va ma'naviy inqiroz ekanligini ko'p hollarda kech tushunadi odamzod. Romitan tumanining Qahramon mahallasida yashovchi 1963-yilda tug'ilgan bu fuqaro uchun sud kursida o'tirish yangilik emas. U muqaddam ham bir necha marotaba turli jinoyatlar uchun jazoga tortilgan. Davlatimiz tomonidan berilgan yengilliklardan foydalanib, jazodan muddatidan ilgari ozod ham qilingan, afv ham etilgan. Ammo o'rgangan ko'ngil deganlaridek sochlariga oq oralasa ham jinoyat yo'lidan qayta olmagan. Boz ustiga 1990-yilda tug'ilgan o'g'lini ham jinoyat yo'liga boshlagan. Bu gal ularni panjara ortiga yetaklagan sabab ajal og'usi bilan bog'liq. Sudlanuvchi qonunga xilof ravishda kannabis o'simligi barglarini uzib, quritib, undan marixuana giyohvandlik vositasini tayyorlab, kelgusida ko'p miqdordagi giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda o'tkazish maqsadida yashash xonadoni yotoqxonasidagi divan tagida hamda shu uyning molxona qismida qopga solingan holatda saqlab kelayotganligi aniqlanib, 2025-yil 5-fevral kuni Romitan tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda hujjatlashtirib olingan. Sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, fuqaro ZKning xonadonidan olingan giyohvandlik moddalari umumiy sof og'irligi 3003,53 grammga tengligi aniqlangan. O'zi yetishtirgan og'uni u otasiga ham yetkazib turgan. Tintuv davomida otasining cho'ntagidan ham marixuana giyohvandlik vositasi topilgan. Sudda ko'rsatma bergan ota-bola giyohvandlik moddalarini go'yoki o'z iste'moli uchun yetishtirganini aytgan. Suyaklarim singan, o'sha uchun og'riq qoldiruvchi dori sifatida ishlatganman o'zimda. Qilgan ishimdan pushaymonman, bunday jinoyatlarni hech kimga tavsiya qilmayman. Qaytarilmaydi, boshqa hukumatimizdan kechirim so'rayman. Sud ayblanuvchilar va guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, keltirilgan dalillarni o'rganib, har ikkala sudlanuvchiga nisbatan hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasining 2-qismi bilan aybli deb topilsin. Karimovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasining 2-qismi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilsin. Sud hukmi bilan sudlanuvchi otaga nisbatan giyohvandlikdan majburiy davolash chorasi qo'llash ham belgilandi. Bu kun Zilola Xudoyxonova, Talatbek Kamalov, Buxoro.